Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi mijozimizga qum mahsulotlarini to'kib berish jarayonidan lavhalar tayyorladik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga 24/7 murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab istalgan qurilish xom ashyo mahsulotlarini tezlikda arzon narxlarda yetkazib beramiz. Qurilish qilayotgan yaqin do'stlaringga, tanishlaringga yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bizga obuna bo'linglar, like bosib, izohlarda fikrlarini qoldirishlarini so'rab qolamiz. Vodiy bo'yicha qurilish xom ashyolarini yetkazib beramiz. Hammalaring aloqaga chiqishlarini so'rab qolamiz.